Mana profil bilan bo'yningni uzib yuboraman bilan. Mafsemen bilan. Mabakilashga. Mana olmasam. Tomni nimadan yoptirishni bilmayotgan tom yo'q akalarimizga yangilikda biri bor do'stlar, asakali usta akalarimizdan konteyner tom xizmati. Ko'rib turganlaringdek do'stlar, o'ta katta ob'yomga konteyner mahsulotdan tom olib berishgan ekan. Xo'p, do'stlar, loy bosiladigan qilib olib berilgan ekan. Loy bossangizdan bemalol ko'taraveradi deyapti. Uzuni 25 metr, eniga 13 metr, uka 25 metrgacha bez ustun qilib yasab beraman deyapti. Narxiga keladigan bo'lsa 150 mingdan boshlanar ekan, 250 ming so'mgacha. Endi bu narx ichiga nimalar kiradi? Usta haqqisi, xom ashyosi, elektr o'ti, balgarkasi, hamma narsasi ichida bo'ladi do'stlar. Uyda egasidan to'sh tortib beradi, abetini qilib beradi do'stlar. Bitta duo qiladi bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Oxirida bitta pulini moshni qilib sanab beradi. Kimga xuddi mana shunaqa konteyner tom xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa do'stlar, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatisharkan 12 ta viloyatga dastavkasi, ustanovkasi shu narxda ichida bo'ladi do'stlar. Pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh Xudo xolasa mana shunaqa qilib moshni qilib berishadi. Tomini nimadan yoptirishni bilmayotgan tom yo'llarga jo'natib berasizlar, sog' bo'linglar.